Go'sht aynib qopti-yu. Kechani o'zida tarqatib yubormadingmi? Tarqatdim. U yog'iga odam topolmadim-da. Rasvo qilibsan. O'shaning uchun aytganni qilish kerak edi. Menga nima deysiz endi? O'zim tarqatsam yaxshi bo'ladi deb o'yladim. O'zing qilsang yaxshi bo'ladi, lekin tayyor o'zimiz o'rninglarga qilib beramiz deb turishibdi-yu. Aka, to'g'risi ularga ishonmadim. Nima ishonmaysan? 5-6 yildan beri shu ish qilib kelishayotgan bo'lsa, undan keyin ustozlarning o'zlari bular omonatdor deb turishgan bo'lsa, shunda ham ishonmaysanmi? Yana kamiga eng haqdor oilalarga yetkazib beramiz deb va'da berayotgan bo'lsa, shunda ham ishonmasa endi bilmadim. Siz ham yuqoridagi holatga tushib qolmaslik uchun qurbonliklaringizni eng haqdorlarga yetkazishda Mehr 2020 bilan hamkorlik qiling. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, qurbonliklarni qilishda sizlarga eng yaxshi takliflar bor.